Assalomu alaykum barchangizga. Tomosha qilayotganingiz Gong Show, lekin sizga ajoyib bir yangiligim bor. Har gal ko'rsatuvdan oldin yangiliklar aytib o'tganimdek, bu gal ham bu yangilik o'z kuchida qoldi. Shundoq opsiyaga o'tsangiz, oq ilovasida biz e'tibor berganmiz siz shousining yangi sonini joylab qo'yganmiz. Kirib maza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Bulardan xabaringiz bormi? Unday bo'lsa, xabari yo'qlar bundan foydalanishi mumkin. Siz esa hech kimga aytmang. Marhamat, Gong Show maza qilib tomosha qilamiz. Dong. Montajda qo'yib olasizlar. Men kuldirishim kerak. Meni xatolarimni ko'rish shart emas. Reaktordan bilaman, kasal yuqib qolgan. Mana misol uchun Timur Alixonov bir mashhur bloger. Yaqinda kommentlarni o'qisam, yo'nkani baxtsiz qilib baxtlimisan? Niyatingga yetdingmi? Bu hali meni yozganlarimni. O'qituvchining ismi qanchalik qiyin bo'lsa, bilim berish darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Bir kun metroda uxlab qolganman. Oddiy uxlab qolmaganman. Oldimda turgan odam qo'lini ko'targan, men uxlab qolganman. Men tatuda o'qiyman, an'analarga sodiq qolgan holda kompyuterim buzilsa, ustaga olib boraman. Jarima hazil etdi. Videolaringizni men ko'rganman. Qaysidir men bilgan hazil chiqardi. Shuning uchun agar sen mushugingga gapirsang, bu boshlanishi, agar mushuging ham senga gapirsa, uje kasalsan. Bu shouda har 30 soniyada kulishingiz kafolatlanadi. Agar sahnadagi ishtirokchi 30 soniya ichida kuldira olmasa, qo'ng'iroq ovozi chalinadi va butun zal "Yo'qol!" deb baqiradi va ishtirokchi sahnani tark etadi. Shu tariqa ishtirokchilar umumiy hisobda 3 daqiqa sahnada turishi kerak. Finalda bitta hazil, bitta kulgu. G'olib naqd 1 million so'mni qo'lga kiritadi. Gong Show. Biz boshladik. Assalomu alaykum tarbiyasizlar, qalaysizlar? Va siz to'g'ri joydasiz. Sahna stand-up klub va bu yerda bizda mana shunday qiyiqiriqlar ham bo'lishi mumkin. Tomosha qilayotganingiz Gong Show yoki siz sahna stand-up YouTube kanalida bo'lishingiz mumkin. Avvalambor men bizni jonli ko'rishga tashrif bergan muxlislarga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki stand-upni jonli ko'rgan ancha yaxshiroq. Bu qanaqa show? Bu Gong Show. Bu yerda bizda ishtirokchilarimiz bor va ular chiqib o'zlarining hazllarini aytishadi. Har 30 soniyada kulishingiz kafolatlanadi. Agar 30 soniya ichida kulmasa, biz unga mana bunaqa ovoz chalamiz. deb birgalashib baqiramiz va u sahnani tark etadi. Agarda 30 soniyadan ko'p kuldiradigan bo'lsa, 3 daqiqagacha imkoniyat beramiz va 3 daqiqa to'liq turib bergandan keyin mana bunaqa ovoz bo'ladi va biz uni xuddi mana shunday ovozlar bilan uni biz kuzatib qo'yamiz. Nima deb o'ylaysiz? Bugun kim g'olib bo'ladi? Bilmaysiz. Siz nima deb o'ylaysiz, aka? Siz ham bilmaysiz, ha? Lekin buni biladigan va aniqlaydigan bitta inson bor, u ham bo'lsa hakamlarning hay'atining raisi. Nega hakamlar hay'ati raisi? Chunki u bugun bir o'zi yolg'iz hech kimi yo'q. Bekmirza Rashidov. Bekmirza, xush kelibsiz. Biz shouda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qalay, kayfiyat yaxshimi? Zo'r. Oldingizdagi pepelnitsam, suv ekan burasi. Qattiq bunaqa baland bo'ladi. Men shunga hayron qoldim. Balkim siz Gavana chekarsiz. Qayerdan bilamiz biz? Aytgancha, kimda kim bilmasa, agar Bekmirzaning Wikipedia degan YouTube kanali bor va u kanalga hoziroq o'tmasangiz ham keyin vaqtingiz bo'lganda bir o'tib ko'ring. Yaxshi videolar chiqaradi. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Zo'r. Alqishlab qo'yamiz. Bugungi hakamlarimiz bizda Bekmirza. Men mamnuniyat bilan sahnaga birinchi ishtirokchini taklif qilaman. Birinchi ishtirokchimiz o'tgan galgi chempion. Sirazi desertdan boshlaylik. Mayda-chuyda odamlarni chiqarmaymiz. O'tgan gal yutgan Gong Showni va bugun u birinchi boshlab berishga majbur. Ko'ramiz o'tgan galgi chempionlar nima deydi? Chempionlik kamarini himoya qila oladimi, yo'qmi? Agar tayyor bo'lsangiz, olqishlar bilan qarshi oling. Sahnada Avaz To'xtasinov.
Assalomu alaykum. Hammani ko'rib turganimdan xursandman. Nima demoqchiman? A'lochilar bormi zalda? Kim a'lochi? Rahmat kelganlar uchun. Men ham a'lochiman. Shunaqa a'lochiman. Maktabda bir kunda 36 ta 5 olganman. 6 ta fandan 36 ta 5 olganman. Boshqa maktabga o'tkazib yuborishgan. Bu maktab kuchsiz shekilli edi. Boshqa maktabda unaqa 5 olmaganman. Shunaqa fikr kelgan. Menimcha shu eski maktabimda o'qituvchi bilardi bitta sirni. 5lar tekinligini. Qolganlar как будто cho'ntagidan chiqarib qo'yib berishardi. Bitta narsani sezganman, o'qituvchini ismi qanchalik qiyin bo'lsa, bilim berish darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Chunki maktabda zo'r o'qirdim, zo'r o'qitishardi. O'qituvchilarim ismi Neli Evgeniyevna, Lidiya Aleksandrovna, Galina Pavlovna bo'lardi. To'xtanglar. Ey, biz kelishdik-ku. Ichdagi bor dard, alam bilan bemalol a'lochi bo'lsa o'zingizga. Qaytadan. Qaytadan. Yo'q. Opa, avaz to'xtasinov. Sizlar qo'ying, lekin chempionni chiqarib yordinglar. Ana shunday bo'lsin. Bu sizga nima? O'tgan gal gong showmi bu? Bu bugungisi yangisi. Demak, yaxshi moslashib oldik. Xavotirlanmanglar. Endi undan keyingi ishtirokchimiz bor. Unga ham bemalol. Sizlar ham sal anaqa sergak turinglar. Mana ting sirazi hopa yo'qoldi deyish kerak. Ting bo'lmayapti, mayli eshitib turaveramiz. Shunaqa. Sizlarda ham bugun ozgina ish bor, uzr. Shunaqa ishga qo'ydik sizlarni. Keyingi ishtirokchimiz o'ylaymanki sizlarni 3 daqiqa bemalol kuldirib tura oladi. Keyingi ishtirokchimiz Zokir Ibadullayev, olqishinglar. Assalomu alaykum barchaga. Men yoz kelishi bilan bitta narsani, bahor kelishi bilan bitta narsani tushunib yetdim. Men O'zbekistonda dezodorant zavodi ochishim kerak ekan. Va madaniyati o'lgan insonlar uchun majburiy dezodorant tarqatishim kerak. Zavod ochganimdan keyin boyib ketaman va Jahongir Latipovga intervyu berib o'tirganimda Jahongir aka so'raydi. Qanaqa qilib dezodorant biznesiga kirgansiz deb. Shunda men aytib beraman. Bir kun metroda uxlab qolganman. Oddiy uxlab qolmaganman. Oldimda turgan odam qo'lini ko'targan, men uxlab qolganman. Keyingi bekatda tushirishgan, skoriy bilmayapti nima qilishni, o'zimga kelganimdan keyin aytganman nima bo'lgan. Skoriy hayron, nima dori berishni bilmaydi. Men aytganman, burnimga dezodorant sepinglar. Men yaqinda dadam bilan bitta joyda ishladim. Ana u uydagi odam bizga 3 mahal kartoshka pishirib berardi. 3 mahal, ertalab, obedda, kechqurun. Biz kartoshkani har xil pishirilishini yeb ko'rganmiz. Dadam bilan hozir 32 xil kartoshkani pishirish usulini bilamiz-da biz. Oxir chidomadik, aytdik, aka iltimos boshqa ovqat pishiring desak, aka ana shunaqa makron pishirdi. Biz aka iltimos kartoshka bering devordik. O'shandan beri men kartoshkani yomon ko'raman, makaronni ham yomon ko'raman va men yoshligimdan to'g'risi karamni yomon ko'raman. Bir kuni uyga keldim, onam karam sho'rva pishirganlar-da. Menga karam sho'rva yoqmaydi. Kimga karam sho'rva yoqadi? Mana onamning idealdagi farzandlarda bular. Men aytdim, ona, men karam sho'rva yemayman dedim. Onam aytdilar, kimlardir zor shunga. Karam sho'rva kutadi endi bu yigitni bir hafta, chunki 1 million so'mdan quruq qoldi. Keyingi ishtirokchimiz bor bizda, u ancha yillik o'zini stajiga ega, o'ylaymizki, hech bo'lmasa u sizlarni 3 daqiqa kuldira oladi. Bekmirza? Labe. O'zi qalay yoqyaptimi? Zo'r, yaxshi. Faqat 30 sekund bo'lgandan keyin majburmiz, qonun shunaqa ekan. Qonun shunaqa. To'ppa-to'g'ri Islom Karimov aytdi, qonun bajarilishi kerak. Bizda keyingi ishtirokchimiz Aslbek Zikirov, olqishinglar. Qanday o'zi? Yaxshimi? Nimaga seryoznisilar? Men tajribali komikman. Men o'rganib qolganman texizalga. Lekin mendan keyin umidli komiklar chiqadi-da. Umidli komiklar chiqarsalar, unga yo'qol desalar o'zini osishi mumkin-da. Umriga zomin bo'ladi yoki jizzaxmi. Mikrofon yaqinroqchi. Rahmat. Bu dars emas.
Men kuldirishim kerak. Meni xatolarimni ko'rish shart emas. Reaktordan bilaman, kasal yuqib qolgan. Xatoliklarni ko'rib o'rganib qolgansiz. Bu sizga psixolog emas. Bu gong show. Men urush berdim, haydab yuborsam bo'ladi, no, farqi yo'q. Короче, avtobusga keldim, avtobus shofyor tushib ketadigan momentda men chiqdim. Hamma menga urishyapti. Men sen haydamayapsan deb. No, kiyimim avtobus ichiga o'xshar ekan. Xafa bo'ldim. Keyin kim kostyum shim kiysa qanaqadir bo'yman degandek his tuyg'u paydo bo'ladi. Men bo'yman, tam motivatsiya bergim keladi meni. Kostyum shim kiysam qo'llarim birlashish boshlayman bunaqa. Mana Zakovat o'ynagilarim kelib ketadi qanaqadir. Xushnudbek bo'lgim keladi, Xushnudbek. Kistamdan qidiraman, to'pponcha bormi yo'qmi deb, gangsterman men. Kostyum shim shunaqa effekt beradi. Keyin bizlarni ruslar bosib olishidan oldin biz qaysi tilda so'kinganmiz? Ya, to'g'risida. Jinursin, ablah bilan ko'ngil yengil tortmaydi-da. Mana misol uchun aka siz ketobsiz, oyog'ingizda ish ko'rib oldingiz. "Oh, jinursin" deganmisiz? "Ah, nimalar qilib qo'ydim" deganmisiz? Yo'q, hammamiz bilgan ishonchli so'zlarni ishlatgansiz. Va og'riq yengillagan aka. Вот shu. Keyin men Qashqadaryodanman, meni xazayinim o'ris. Yo'q, xazayinim degan kvartira xazayini, xo'jayinim emas. Menga qaradi-da, izdavatsiya qilgisi keladi-da. Asl что делаете dedi. Bu Gong Show meni konsertimni reklama qilish uchun chiqilgan ham. 15-aprel kuni meni konsertim bo'ladi. Kelinglar. Bu Gong Show qachon chiqishini bilmayman. Shuning uchun agar kechroq chiqsa YouTube'da bor. Ko'ringlar konsertimni, ajoyib konsert. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tak, Asilbek Zikirov. Majbursizlar endi finalda ham shu bolani ko'rasizlar endi. Asilbek Zikirov olqishlab qo'ysak bo'ladi, bizdagi birinchi finalchi. Shunchaki nimalarnidir aytdi va u finalda bo'lib qoldi. Bilmadim. Tak, bizda keyingi ishtirokchi bor va juda ham yosh hamda umidli stand-up komik, adashmasam bugun birinchi marta chiqadi. Oldin ham chiqqanmi? Chiqmagan-a? Chiqmagansiz. Bugun birinchi marta. Chunki qolgan komiklar ham tanimayapti-da u kimligini birinchi o'zi aytib yordi oxiri. Demak, bugun birinchi marta sahnada va birinchi marta yoki sizlardan yo'qolni eshitadi yoki olqishinglarni. Buni vaqt ko'rsatadi. Agar tayyor bo'lsangiz, olqishlar bilan qarshi oling. Sahnada Kozim Rajabov, olqishinglar. Ko'pincha bilasizlarmi, odamlarni 3 xil toifa bo'yicha ahmoq qilishadi. Birinchisi semizligi, ikkinchisi ko'zi kichkinaligi, uchinchisi qoraligi. Amanda Trivadnomda bonusiga bitta tishim ham yo'q. Hozir o'ylashinglar mumkin, lekin men oldindan aytib qo'yay, Taysonni qarindoshi emasman men. Men tatuda o'qiyman, an'analarga sodiq qolgan holda kompyuterim buzilsa, ustaga olib boraman. Bu xuddi medinstitutni bitirgan odam tabibga borgandek gap. Bilasizlarmi, universitetga endi kirgan odam aqlli bo'ladi, borgan sari to'poylashib ketadi. Men 3-kursman. Men o'qishga endi kirgan vaqtim domlamga bitta taklif bergandim. Bu onlayn amaliy mashg'ulotlarni onlayn shaklga o'tkazish. Bunga qog'oz ko'p ishlatiladi, daraxtlar ko'p kesiladi. Bu ekologiyaga zarar. Buni domlamga aytganimda, zo'r taklif Kozim. Yoz 8600 3501. Kozim Rajabov edi biz bilan. Qisqa muddatga keldi ketdi. Nicho strashnovo, to'g'rimi? Polshadan kelgan bizda stand-up komikimiz bor. Menimcha tiliga tushunmasanglar ham xatti-harakatiga tushunasizlar degan umiddaman. Qarshi oling, sahnada Bob Kobilov, olqishinglar.
o'zbek xalqi mehmondo'st xalq, ko'ramiz hozir. Har 3 sekundda kulasizlarmi yo'qmi? Birinchi o'rinda o'zlaringizga qarsak javob qo'yinglar, hammalaringiz chiroylisizlar. Super. Qaranglar, yaqinda Reels ko'rdim. Reelsda aytayapti. Men Jeno shahridaman. 2 soat yursam men Monaco, Nitsa hamda Rim shahrida bo'laman deb aytayapti. Men Navoiy viloyatidaman. Agar men 2 soat mashinada yursam, Navoiy viloyatida bo'laman. Da. Короче, Polshaga birinchi marta keldim, aeroportga tushdim, boshladi bittasi kelib. Шановные państwo, чем могу помочь, co robić deb boshladi. Men o'yladim, "Vau" dedim. Robert Lewandowski. Kurva bobur. И сразу boshladi. Shuna qarasam, aka dedim, aksentingiz bor aka dedim. Aka, ismingiz nima desam, aka Shokir dedi. Nima desam, Shokir dedi. Shokir dedim. Ha, aka bilib qoldingiz dedi. Prosta taksida qimmatroq aytmoqchi edim menga shu bahona. Yangi hazırlaydik. Da, o'zbek xalqi mehmondo'st faqat chet elliklarga, to'g'rimi? Nima, Navoiydan kelgan bolalarga ham kutib o'tiraveramizmi oxirigacha? Keyingi ishtirokchimizni menimcha yaxshi taniysizlar va olqishlar bilan qarshi olasiz degan umiddaman. Sahnada Azizjon Karimov, olqishlar! Tak, assalomu alaykum hammaga. Bahor bu sevgi muhabbat fasli bilasizlar. Sevgi yosh tanlamaydi. Bu meni gapim emas, bu yaqinda bir qamalgan pedofil gapi. Rostini aytsam, biroz hayajonlanibman. Oxirgi marta buncha odamni otam ta'ziyasida ko'rdim. Bunaqa qaranglar. Bir dunyo fanlari doktori bor, professor bor, bilsanglar kerak, O'zbekistonlik Teacher Azam degan. Любой mavzuda gaplashib ketaveradi-ku. Uni bir gap borda, har bir inson o'zini mustaqil fikrga ega bo'lish kerak degan gap bor. Men uni gapiga 100% qo'shilaman. Xo'p, men bir mashhur bo'lmaganimga Xudoga shukr deyman-da, chunki mashhurlikni orqasidan heyt ham keladi, dahshat heytlar. Mana misol uchun Timur Alixonov bir mashhur bloger, yaqinda kommentlarni o'qisam, "Yonkani baxtsiz qilib baxtlimisan? Boyvachcha urrod. Niyatingga yetdingmi?" Bu hali meni yozganlarim-da. Tak. Xo'p, yaqinda kamdan kam bo'ladigan holat, hojatxonaga birinchi marta telefonsiz kirdim. Ishonasizlarmi, освежитель qayerda ishlab chiqarilganini bilib oldim shu bahona. Tualetni bo'lmaga qayerda ishlab chiqarilgan. Shunaqa. Tak. Endi alkashlar haqida gaplashamiz. Alkashlar bilasizmi, ikki xil bo'ladi ko'pincha. Birinchisi ichib olib deb baqiradiganlar bo'ladi, ikkinchisi ichib olgandan keyin o'pmoqchi bo'ladiganlar bo'ladi. Eng avval dva в одном esa-da, ham deb baqirib bitta o'paman desa. Men kechgacha ishlayman va bir kuni kechqurun metroga tushsam, bitta alkash o'tibdi. Sekin turtdim-da oyog'im bilan. Aka, yaxshimisiz? Turing, zax yotibsiz. Normal emasmi? Tinchmisiz? Turing, kasal bo'lib qolmaysizmi desam, men hammasi yaxshiman-da deyapti-da. Men hammasi normal ekan. O'pishsiz kelmayaptimi maholi? Mayli. Tak, meni jiyanim bor kichkinagina, endi gapirishni o'rganyapti. Va ayrim so'zlarni adashib gapiradi-da. Ayrim narsalarni adashib aytadi. Misol uchun, bizani uyga kelgan paytda menga qarab, ismini ham xato aytadi, bir ozgina adashadi faqat ismda. Bizani uyga kelib, "Chimo, magazinga boramizmi, yo'qmi?" dedi-da. Mana. Toshkentda Azizjon Karimov edi va bizda navbatdagi finalchiga aylandi. Davom ettiramiz. Bizda keyingi ishtirokchimiz Norboyev Jamshid. Olqishlar Jamshid. Salom hammaga. Ismim Jamshid. Bu ismni bobom qo'ygan. Ingliz tilini o'rganib shuncha ismdagi har ikki bo'g'in ham o'ziga yarasha ma'noni aytar ekan.
Misol uchun birinchi bo'g'in jam. Bu inglizcha murabbo degan ma'no aytadi. Ikkinchi bo'g'in shit. Yo'q, bu bobom ingliz tilini bilmasligini aytar ekan. Jizzaxman. Jizzaxlik, u viloyat qayerda deydigan bo'lsangizlar, Zomin tarafda joylashgan. Bu Zomin yagona tuman, o'zi joylashgan viloyatdan mashhurroq bo'lgan. Mahallam tuman markazidan chekara hududda joylashganda, lekin shunga qaramay keng imkoniyatlar yaratilgan mol boqish uchun. Hazil, qo'y boqish uchun ham keng imkoniyatlar bor. Infratuzilmalardan muammo yo'q, xuddi infratuzilmani o'zi kabi. Xarakterim hammanikidan o'zgacha. Prem 4-guruh manfiy. Yoshim 19da. Bu yoshga kirish oson bo'lmagan. Bu yoshga kirish uchun 300 millionlik konkurensiyadan o'tganman 19 yil oldin. 19 yil oldin bu dunyoga kelar ekanman. Yorug'likni faqat kunduzi bo'lishini bilib shuni tushundimki, men vatandaman. Bu vatanni country yoki rodinadan farqi bor. Farq harflarda. Bizning harflar sentrda joylashgan, prem magicda. Gitler haqida kim eshitgan? Gitler paradoks. Gitler siyosatga o'xshatish mumkin. Hamma qiziqadi, lekin hech kim gapirmaydi. Yaqinda Holokost haqida o'qib qoldim. Yahudiylar bir yerga yig'ib, gaz bilan bo'g'ib o'ldirgan ekan. Qoyil, bir chiqqanda hamma imkoniyatdan foydalanib ketdi. Ozgina kuldirdi, yo'qoldi ham eshitdi, salomlashdi, xayrlashdi. Sahnada Shohrux Nuriddinov olqishinglar. Bekmirza boya siz bilan so'rashib, sirazi ketib o'rganimiz sababi sizga bo'lgan hurmatsizlik emas. Prosta boshqa komiklar ko'rsa yana hakamni sotib olibdi deyadirdi. Вообще-то kommentariyada ko'pchilik yozyapti, Shohrux G'irrom bilan yutdi, Shohrux adolatsizlik bilan oldi. Xullas, Doniyor Nazarov qo'ldan kelgancha harakat qildi. Sahnada ham aytdi. Stand-up komiklari zamonaviy jadidlar deyish boshlanibdi. Bunga meni e'tirozim yo'q, agar oxirida otib tashlashmasa. Yangiliklar ko'p ko'raman. Yaqinda chiqdi, amerikalik psixologlar aniqlash bo'yicha uy hayvonlari bilan gaplashish shizofreniya, ya'ni jinniligi boshlanishi ekan. Shuni aniqlash shartmidi? O'zi aniq-ku. Agar sen mushugingga gapirsang, bu boshlanishi, agar mushuging ham senga gapirsa, o'sha kasalsan. To'g'rimi desam, bu noto'g'ri gap, bunga e'tibor berma dedi mushugim. Ayolim har xil savollar bilan boshimni qotirishni boshlaydi oxirgi paytlarda. Mana kelyapti, so'rayapti. Agar dunyoning eng chiroyli qizi kelib sizga taklif qilsa, menga xiyonat qilgan bo'larmidingiz? Jinnivoy, eng chiroyli bo'lish shart emas. Yo, bu hazil, bunaqa javob berib bo'lmaydi. Вообще-то bu savolga ha deb ham, yo'q deb ham javob berib bo'lmaydi. Qanaqa javob berish kerak? Eng go'zali o'zingsan-ku. Lekin bu javobdan kulib olmaslik kerak. Biz erkaklar xayoliga ham g'alati savollar kelib qoladi. Masalan, vilkani o'rtasidagi ikkitasini qayirsangiz, rosa rozetkaga kiradigan bo'ladi-da. Tiqsam nima bo'larkin? Bu kimning kallasiga kelgan bo'lishi mumkin deb so'rashlaring mumkin. Sochimni tikka-tikkaligiga e'tibor bergan bo'lsalaring. Bu fikr kelishidan oldin sochlarim jingalak bo'lgan. Odamlar 3 ta narsaga doim amal qiladi-da: qonunlarga, qoidalarga va nimaga? Irimlarga. Qonun qoidalari buzsa nima bo'lishini aniq bilamiz, irimlari buzsa nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Nima bo'lib yomon bo'ladi? Og'zingdan qoning keladi. Yo, supurgini tikka qo'yishi qanaqa qilib og'izdan qon keltirishi mumkin? Men sababini o'ylab topdim. Agar siz shu irimga rosa ishonadigan odam oldida supurgini tikkalab qo'ysangiz, urib og'zingizni qonatishi mumkin ekan. O'rtoqlarni futbolga chaqirdi. Kim bilan o'ynaymiz desam, 2008lar bilan dedi. Menda paydo bo'lgan birinchi savol: ular o'zi keladimi yo onasi ko'tarib keladimi?
Bizda keyingi ishtirokchimiz bor. Diyorbek Muxtorov, olqishinglar. Assalomu alaykum, men ismim Diyorbek. Men o'zi Andijonlikman, Toshkentga o'qishga kelganman. Har safar uyga qaytganimda menga hamma bir marta bo'lsa ham Toshkentcha gapirib ko'rgisi keladi. Nima qilyapsan? O'qishlaring bo'lyaptimi? Bir kun bittasi nima deydi? Bratchka bironimga qarab bor deydi. Oldin o'g'lim derdi. Oyim. Bilasizlarmi, oxirgi payt oilaviy kino ko'rib bo'lmay qoldi. Chunki ana epizod boshlanib qoladi. Qiz yigitga bo'sa hadya qiladi. O'zbek tilim juda ham zo'rda qaranglar, o'pishadi demayapman. Bo'sa hadya qiladi. O'sha epizod boshlanib qoldi. Men televizorga qarayapman. Dadam menga qarayapti. Shu payt men qo'ylarga qarayman. Dadam chiqarib yuboradi. Qo'ylardan bilib qolgan. Ha, qiziq joyda chiqarib yubordi deydi. Qayerdan bilding desam, biz ham derazadan ko'rib o'tiribmiz. Farsaj, urush kino ko'ryapman. Dadam kirib qoldi. Keyin kinoga qaytib qarasam, bitta qiz paydo bo'lib, ana urush kinoda romantika boshlanib ketganda. Dadam, biz o'g'lingizda shunaqa yomon kinolar ko'ryapsanmi deb diskni oldi, tashlab yuboramiz dedi. Ana diskni qaytib bermadi. Tashlab yubormadi ham-da. Dadam telefonini tekshiraman deb telefonimni oldi. Tekshirishni boshladi. Instagram kirib, Reels ko'rishni boshladi. Shu payt bilasizlarmi? Rekilardan hayotda ko'rmagan kars qizlar kelib chiqadi o'yinga tushib. Mobillar chiqadi, nigina chiqadi so'kinib. Dadam menga g'alati qaraydi. Xuddi ana ularni men videoga olgandek. Keyin babram dadamning kamari bilan yuzlashdik. Meni akam bor. Akalar g'alati jonzot. Akam meni urishtirishda yaxshi ko'radi. Zo'r hobbi bor-da, akam meni urishtiradi. Raqibim olib keladi. O'rtaga qo'lni qo'yadi. Kim birinchi tupursa, o'sha yutadi. Men aytaman, "Tupurishmi?" deb birinchi boshladim. Akam qo'liga tupurib qo'yibman, raqibim qolib, akam bilan urushib ketdik. Yoshligimizda bizga ingliz tili 5-sinfda o'rgatilishni boshlagan. Akam menga ingliz tilida o'rgatardi. Brother degan aka so'zi bor, bilasizlar inglizchada. Men shuni o'zbekcha z deb yozib qo'yganman. Brother bo'lib qolgan. Akam orqa miyamga yaxshilab bitta urgan. Keyin hozir mana 6,5 alsim bor. Akam elementaryda o'qiydi. Nima deysizlar, ursammikin? Uyda sham yoqib o'tiradiganlar bormi? Svet o'chganda sham yoqqan yoshligida. Men ham xuddi shunaqa bo'lgan. Sham yoqib, bizi sham oddiy sham emas, sehrli sham edi. Ana sham turadi. O shamga yaqinlashsam, tsir degan ovoz eshitiladi. Ana shamdan uzoqlashaman, ana ovoz yo'qoladi. Shundan keyin bilganman, piyorishka degan soch turmagi borligini. Gong showga ketyapman deb kvartirada jiyanlarimga aytsam, olqishlab qo'yamiz Diyorbek Muxtorovni. Bizda keyingi ishtirokchi sahnaga chiqishdan oldin aytmoqchiman, miyalaringizni bemalol o'chirib qo'yishinglar mumkin. Nima unaqa deyapti u, nima demoqchi bo'ldi bu gapi bilan o'ylamanglar. Shunchaki prosta gapini eshitinglar, kulgili bo'lsa kulinglar, kulgili bo'lmasa chidanglar, 30 sekundda ketadi. Tayyor bo'lsanglar, qarshi oling sahnada Feruz Toshpo'latov. Assalomu alaykum. Meni taniydiganlar bitta qarsak chalsin. Rahmat. Bekmirza akani taniydiganlar bitta qarsak chalsin. Bilasizlar, cringe videolarni reaksiya qilib olib chiqadi reaktorda. Men shuncha kutganman, qachon meni olib chiqadi videolarimni. Va endi o'zlari keldi, mana oldilariga chiqyapman. Umid qilamanki, reaksiya olasiz. Demak, hozir sizlar bilan negalarni o'qib eshittiramiz. Egizaklar mayli. Bu ham hisobi. Egizaklardan biri ikkinchisini urod desa, o'zini urod degan bo'ladimi? Nimaga Qorbobodan yangi yilga nima xohlashini hech kim so'ramaydi? Nimaga xonamizda gaz yo'q? Axir xonadoshim kechasi bilan gaz chiqarib yotadi-ku.
tuyani hammomda boqsa orzusini amalga oshirgan bo'lamizmi? Nimaga qarniki qaymoq bo'ladi? Siz ham kamroq ishlash uchun hojatxonada dam olasizmi? Nimaga ba'zi bir bolalar qo'yga o'xshaydi, bilasizlarmi? Chunki ularning ota-onasi qo'chqorday o'g'il xohlaydi. Egizaklar qaysi biri rejalashtirilganligini qayerdan biladi? Nimaga bojalar boja emas, bolalar bola emas? Nimaga otalar so'zda bitta ota chiqib gapiradi? Nimaga svet o'chganda kampirlardan foydalanmaymiz? Axir ular nuroniy-ku. Nimaga folbinlar ekspert o'ynamaydi? Folga ishonma, folsiz yurma deyishadi. Nima qilaylik? Oxirida ko'zi bog'langan odamga yo boshqa narsa ekan. Nimaga ikki og'iz gapim bor deb ko'p gapirishadi? Nimaga achchig'anmas, tushuganmas? Nimaga suzmaga suzish taqiqlashgan? Tak. Lo'lilar bolasini o'zbeklarga berib yuboraman deb qo'rqitadimi? Dunyoda birinchi bo'lib egizak tuqqan ayol eriga nima deb tushuntirgan? Nimaga homilador ot tezroq yugurmaydi? Axir unda ot kuchi ko'proq-ku. Feruz Toshpo'latov edi sizlar bilan. Bizda so'nggi ishtirokchi olqishlar bilan qarshi olasiz sahnada Maqsad Abdujamilov. Assalomu alaykum Toshkent. Bayram qutlug' bo'lsin. Qoraqalpoqdan jonli salom. Qalaysiz, yaxshimi? Siz uchun keldim dedim. Atim Maqsad, yoshim 21 da. Ekologiya. Bizda to'g'risi yolg'on ekan, bilib tursiz, mana turga 21 degan yosh tushmaydi. To'g'risini aytayin, 22 dan. Hazil bizda shunaqa. Endi Qoraqalpog'iston shunaqangi boy, bizda Mendeleyev tablitsasi elementlarining hammasi bor. Bu faqat Amudaryoning ichida. Hatto Amudaryoning ichida ozgina suv ham topilibdi. Bizda shunaqa. Yaqinda eshitib qoldim, Yevropada turizm kuchli rivojlangan. Italiyada Pizza minorasi bor ekan, qiyshayib turgan. Pizza minorasiga turistlar bor ekan. Men aytaman-da, unaqa brakovniy zdaniyalarga boradigan bo'lsa, bizning Nukusda ko'p u. Prosto uni aytmaydi-da, bizda dokumentlashtirib, siz so'ng uchun qochib ketdingiz Nukusdan. Odan keyin Venetsiyada kanal ko'chalari bor ekan. Men aytaman, Nukusning ko'chalarini ko'rmabsan, yomg'ir yoqqanda deyman-da. Shunaqa bizda bilasizmi, Nukusda eng kulgili передача, rahmat. Maqsad olqishlab qo'yamiz. Shu uzoqdan kelib ajoyib, menimcha emotsiyalarga boy bo'lib qaytib ketyapsiz Maqsad og'a. Rahmat ishtirok uchun. Tak, bizda bo'ldi. Faqat oxirgi yana bitta ishtirokchining ismini yozib qo'yibdi ekan, u hakam ekan endi. Uni chiqara olmaymiz endi. Maylimi chiqmasa? Bo'ldi. Demak, bizda tugadi birinchi etap va ishtirokchilarni eshitdingiz va menimcha finalga kim chiqqanini ham bilasiz. O'shaning uchun hozir barcha finalga chiqqan ishtirokchilarni taklif qilamiz. Marhamat, kelinglar. Kim? Asilbek Zikirov, Azizjon Karimov, Shohruh Nuriddinov, Feruz Toshpo'latov. Bizda 5 ta ishtirokchi, Diyorbek Muxtorov, to'g'rimi? Da bo'ldi, esimda ekan. Siz ham chiqdingiz aytgancha.
Uzr, sizni ismingiz esimdan chiqib ketib qoldi, aytmabman. No, xavotir olmanglar, bo'ldi. Bizda mana shu 5 ta ishtirokchi, siz ularni 3 daqiqa eshitdingiz va ularning hazillarni kulgili deb hisoblagan aynan o'zingiz, o'shaning uchun ular yana sizga hazil aytishda davom etadi. Final qanday bo'ladi? Baribir ishtirokchi bittadan hazil aytadi. Bitta to'liq tugallangan hazil, lekin 30 soniya qoidasi hali ham amal qiladi. 30 soniyadan oshib ketish kerak emas bitta hazili. Kulgili bo'lsa kulamiz, kulgili bo'lmasa xuddi shunday ichidan eng kulgili emasligi, eng yozolmaganligi, eng sharmandasi, eng bo'lmagani, eng noqulayi va eng xunugi tark etadi. Sizga yoqmagani, xullas, kulmaganingiz. Finalga chiqqan tartib bo'yicha boshlaymiz. Birinchi bo'lib bizda Asilbek Zikirov, marhamat. Mani Zamina degan tanishim bor. Shu qiz bilan yurgan paytim bitta sevgan qizim ko'rib qoldi-da, kim bu dedi. Men aytdim Zamina. Yaqinda futbolga bordik va meni oyoq kiyimim yirtilib qoldi. Sherigimdan oyoq kiyiming berib tur deb so'rasam, menga oyog'ing sasimaydim degan ma'noda, oyog'ingiz mabodo gapirmaydimi deydi-da. Meni oyog'im opera aytadi-da. Boyaga 2008 bilan futbol davom ettiramiz, demasmi? Bolalar o'zi keldi, oyisi olib kelmadi. O'zi keldi, forma almashtiryapti. Sportivkani yechyapti, soskani yechyapti. Viloyatga taksida qatnaydiganlar bormi, viloyatliklar? Ular qanaqa qo'shiq eshitadi, bilasizlarmi? Alam, 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 dardim to'ylar nolam, qarayman hayotga, nafrat bilan o'zim tir 70, ortdan spinu. Fohishani bolasini onasidan so'ksang, onasi xursand bo'ladimi? Xo'shbek mirza. Yo'q, bu savolga emas, umuman. Bularning ichidan qaysi biri dedim. Bizda bitta ishtirokchi, xohlasangiz ikkita ishtirokchini ham chiqarib yuborishingiz mumkin. Xohlasangiz shtrafnoy berish ham mumkin. Shtrafnoy beramiz Zamina bilan so'zga yechgan 2008ligi. Bittadan hazil. Sö, ketdik. Asilbek hamda Shohruh bittadan hazil. Ketdi. Birinchi bo'lib Asilbek boshlab beradi. Mana ko'pchilik Taysonga o'xshatadi, o'zbekistonlik Taysonga. Men aytaman, qora dedinglar indamadim. Stand-up klubga chiqadi deylar indamadim. Endi Taysonga ham o'xshatibsam, kerak emas da. Masalan, futbolda kimdir o'ng oyoqda yaxshi tepadi, kimdir chap oyoqda. Juda kam sonli odamlar ikkita oyoqda ham bir xil tepadi-da. Men shu qatorga kiraman, ikkita oyoqda ham bir xil qiyshiq tepaman. Shohruh Nuriddinov tark etadilar. Shohruh tak. Menimcha bu gapni Shohruh uyida juda ham ko'p eshitgan bo'lsa kerak, ketdik. Shohruh Nuriddinov bizni tark etdi va bizda 4 ta ishtirokchi bor va boshlaymiz. Asilbek Zikirov. Mana buvim zinadan yiqilib o'lganlar. Men nimaga kulyapsizlar? Men rosa yig'laganman, yiqilgan paytlar taylarida o'yinchog'im qolib ketgan. Men Navoiy shahridanman va bizning shahrimizda ko'z ojizlar maktabi bor. Ko'z ojizlar maktabi bor, lekin bir xaroba ahvolda, remont qilinmagan, hech kim remont ham qilmagan. Boshqa tomondan kim ham ko'rib turibdi. Axborot ko'radiganlar bormi? Axborotda oxirgi payt juda ham vahshiy, dahshatli narsalar chiqarishni boshladi. Qiz sobiq yigitini unga uylanmaganligi uchun pichoqlab o'ldirdi. Qarang qanaqa dahshatli. Men kelajagimdan xavotir olishni boshladim. Yana bir xabar, qaynonasiga gap qaytargan kelinni eri urib o'ldirdi. Qarang qanaqa dahshatli. Qaynonasiga ham gap qaytaradimi? Nimaga malikaga borib telefon olamiz, rohatmas.
Nimaga rohatga borib malikani olamiz? Endi miz deb ko'pchilikda aytdi, men bu orada yo'q deb aytib qo'yaman, birodar. Xo'p, mana shu oxirgi ikkita ishtirokchiga bittadan jarima yana. Demak, bizda Feruz Toshpo'lat hamda Diyorbek Muxtorov. Diyorbekdan boshlaymiz, Diyor. Xola haqida she'r. O'zimni qalamimga mansub. Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga. Xola xola kulcha ber. Xolam dedi, toshing ter. Men jarimada videoyimdan foydalanmoqchiman. Internet ishlamaydi. Kutamiz. Mana aybim emas. Vaqt o'tsa o'tdi. Internet tezligi mana 30 soniya vaqt berdik sizga, Feruz Toshpo'latov. Tak, menimcha Lekin kulgi bo'ldi aka. Men hech narsani bilmayman. Aynan hakamlar hay'ati raisi bor. Xo'sh, hakamlar hay'atining raisi bugun sizda haqiqiy. Agar hozir adolatsiz qaror qabul qilsangiz agar Yo'q, qarang. Jarima hazil etdi. Videolaringizni men ko'rganman. Qaysidir men bilgan hazil chiqardi. Shuning uchun kutdim, agar video men ko'rmaganim bo'lganda mayli. Keling muxlislardan so'raylik. Yo'q, Feruz, orqaga qaytamiz. Siz mikrofonni bo'ldi. 30 soniya ichida gapirishingiz kerak. Undan ortig'iga gapirishga haqqi yo'q hech kimda. Menimcha to'g'ri tushundinglar degan umiddaman. Bitta o'sha videolaringizni ko'rganman, yangi hazil kutdim. Tushuntirish aytish shart emas, Bek mirza. Shuning uchun yangi hazil kutdim, bo'ldi. Yetadi. Qaysi biri? Feruz. Feruz Toshpo'latov bizni tark etdi. Tak. Hali ham ko'pchilik ekan bo'lar. No, bu o'ziga xos chorak final bo'lyapti. Shundaymi? Yo yarim finalmi? Yarim final bo'lishi ham agar qaysidir biri ikkalasi, qaysidir bir ikkitasi kulguli bo'lmasa birdan chiqarib yuborishimiz mumkin edi shu paytgacha. Menimcha endi bitta chiqaramiz. O'zi bor yo'q 3 ta qoldi. Tak, Asilbekdan boshlaymiz. Asilbek kirib ketdi. Boya bu o'ldilar dedim. Bitta emas, onam ham yig'laganlar, gilam qon bo'lgan. Yaqinda bir kino ko'rdim. O'zbekistonning eng mashhur rejissyor, kinolari bilan mashhur bo'lgan, nafaqat kinosi bilan, balki podkastlar bilan mashhur bo'lgan rejissyor Sarvar Karimov kinosini ko'rdim. Sharru qomat dilbarim degan. Bir sahnasi yoqmadi menga. Bosh qahramon Aziz Rajabov bir qizgina bilan o'pishadigan joyi bor. Menga yoqmadi, chunki men yaxshiroq o'pishardim-da. Aziz Rajabov bilan. Oilada faqat bobom ruscha gapirishni biladi. Men bobomdan so'radim, "Bobo, rus tilini qanaqa qilib tez o'rganib olsam bo'ladi?" desam, bobom aytdi. Toshkentga borganingda bitta kvartirada babulya bilan birga tursang, babulyaning kvartirasida u senga tezda o'rgatib qo'yadi dedi. Xo'p dedim, Toshkentga keldim. Toshkentda babulya bilan bitta kvartirada turibman. Baraka topsin, bobom tez xabar olib turibdi. Bobom kelganda babulya bobomga qarab, "Tvoy внук нам мешает" dedi. "Bobo nima dedi?" desam, Tak. O'zi aniq. O'zi aniqmi? Всё, bo'ldi. Demak, Diyorbek Muxtorov, siz birinchi marta chiqyapman dedingiz. Tabriklayman va o'shaning uchun keling va siz birinchi marta chiqayotganingiz uchun noumid bo'lib ketmang qaytadan. Olqishlab qo'yamiz, rahmat ishtirok uchun va kelinglar mana o'rtaga kelib olinglar, nima buncha qo'rqasizlar? Tak, ikkita shubhali shaxs. To'g'rimi? Uchastkoy tam shubhali nimadir bo'lyapti desa, mana shu ikkalasini ko'rsatgan bo'lardi-da menimcha ham. No, lekin bilmadim. Asilbek, boshlaymiz. Final qani katta. Men koreys qizlarni yaxshi ko'raman. Bitta radikal og'aynim bor, ular musulmon bo'lmaydi-ki dedi. Men aytdim, yaxshi-ku, farzandlaring har xil haykalchalar o'ynaydi.
Hozir endi finalga chiqdik. Endi mabodo Arslbek yutsa-da, otang bo'la. Otasi aytadi, musiqa shaydosi desa, musiqiy tarzda kimni yutding san, ey bachcha desa, Arslbek yetimcha. Tayyormisiz? Da. Bu olqishlar sizga eshitishdi. Bu olqishlarda meni hissam bo'lmadi birorta ham. Tak, bugun ko'rib turganingizdek g'olibimiz Azizjon Karimov bo'ldi. Qo'shig'ini takrorlab o'tirmayman. Shunchaki siz shu ism familiya bilan eslab qolishingiz mumkin. Azizjon Karimov keling. Yo'q edi aka. Если что, mani akam. Men bu bosh silash niyatim yo'q lekin. Shunchaki yutuqni topshiraman bo'ldi. Olqishlab qo'yamiz bugungi Gong Show g'olibi Azizjon Karimov. Shuning bilan bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz esa bizdan uzoqlashmang, like bosing, kommentariya qoldiring, o'rtoqlaringiz bilan ulashing va agarda vaqtingiz bo'lganda albatta Sahna stand-up klubga jonli ko'rishga tashrif bering. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Islom Karimov bo'ldi. Aql bo'linglar.